9 oktyabr 2025 yıl saat 13:55 birden 55 minut. Tak navbatdagi obyektimiz natural obyekt notarius sotilyapti. Tak birinchi etaji i podvali. Ko'rsatib o'tamiz, yuring. Tak 10 ga 10, jami 100 kvadrat. 100 kvadrat birinchi etaji, past podvali cho'dir. 100 kvadrat podvali. Jami 200 kvadratga sotiladi. Podvalan polni taxlangan, to'pli pol, remont, gaz, suv ta'minoti bor. Hozirgi kunda tuguvchilar, biznes yetkazib tuguvchilar tikadi. Tak, birinchi etajimiz shunda. Tak, bu yerda bir xonamiz bor. Bu ham tak 3 ga 4 xona, bu oddiy xona etib qo'yibdi. Bu ham shu ichida sotiladi. Bu yoqda ichida tak 1, 2, 3 xonamiz bor. Bu yoqda vanna sanuzel. Uni kirgan yeri. Tak, bu yoqda bir xonamiz bilan. Bu yoqqa chiqma. Bu yoqda ham xonamiz. Bu yoqda bir xona, bu yoqda vanna sanuzel. İçindeki ba'zi jihozlar olib ketiladi. Tak, bahasi shunda $124,000 naqd pulga sotiladi. Agar kredit etsangiz, gazeta bir dim bo'lmasa $70-80,000 kerak bo'ladi. Telefonlarda qolamiz, bemalol murojaat qilasiz. Shunda Gurlan, tak bu yog'imiz kadastr bilasizlar, bu yog'imiz hokimiyat. Manzilda ko'rsatib bu qator yoq-yoqlarda. Murojaat qilasiz, telefonlarda qoldiramiz. Bemalol bog'lanasiz.